Hop, bismillah. Darslarni davom ettiramiz do'stlar, birodarlar. O'tgan darsda qanday qilib Kali Linux'ni VirtualBox'ga va ISO qilib o'rnatishni ko'rib o'tgan edik. Mana endi bevosita Kali Linux'ni ishlatishni boshlaymiz. Hop, ko'rib turganingizdek, bu bizda login va parol qismi hisoblanadi. Ya'ni Kali Linux'ga shu yo'l bilan kiramiz, ya'ni login va parollarni. Agar siz ISO qilib o'rnatgan bo'lsangiz, bu holatda siz shu o'rnatishingizdan oldin bu yerga username'ingizni yoki parolingizni yozgansiz pastga. Agar siz VirtualBox variantida ishlatayotgan bo'lsangiz, u holatda siz bu yerga yozishingiz kerak bo'ladi Kali va Kali deb yozasiz pastga ham. Bir xilda. Meniki ISO variant bo'lganligi uchun meniki boshqacha bo'ladi. Login qilamiz va asosiy Kali Linux ga kirib olamiz. Ko'rganingizdek, Linux shu holatda bizda ochiladi. To'g'ri, menda sal tuzilishi boshqacharoq, sababi sal menda eski versiyaroq bo'lganligi uchun ularni o'zgartirib qo'yganman. Xo'p. Ana endi kelinglar, bevosita bu yerda birma-bir tanishib o'tamiz. Bu yerda nima bor, qanaqa, chimu, nima qilsa bo'ladi, hammasini ko'rib chiqamiz. Ko'rganingizdek, asosiy operatsion sistema shu holatda ochildi. Tevadan kelamiz. Bir boshdan bu yerda bizda tugmalar bor, ya'ni o'chirish uchun, restart, logout, chiqib ketish uchun, kompyuterni qayta o'chirib yoqish uchun, userlarni almashtirish uchun, sleeping, suspend va hokazo tugmalari bor bu yerda. Xo'p, keyingisi bu yerda soat, vaqt, hamma narsani ko'rsatib turish mumkin kalendarlari. Bu yerda notification, turli xil notificationlar uchun bu yerda ovoz va mikrofonlarni sozlasak bo'ladi. Baland pastlarni to'g'rilab. Bu yerda asosiy bizning networkimiz hisoblanadi. Agar bu yerda sizda adapter bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham shu Wi-Fi ham chiqib turishi mumkin. Bu holatda menda ham adapter yo'q. Shunday faqatgina wirelessni, ya'ni Ether network ulanib turibdi. Xo'p, keyingisi bu yerda 4 ta oynaga bo'lingan. Bu oynalar nima deydigan bo'lsak, sizlarda mana shu 1 2 3 4 turgan bo'lishi mumkin tushunchasiga. Menda bu yerda to'rtburchak holatda turibdi. Tak, bular nima deydigan bo'lsak, bular shunchaki okno, misol uchun bitta ikkita dasturni ochib qo'yaman. Bu ikkinchi oynaga o'tsam, ikkinchi oyna bo'sh bo'ladi. Birinchi oynaga o'tsam, qayta yana mana shu oyna ham o'ziga qaytadi. Xuddi shunaqa oknolar. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, bu terminal hisoblanadi. Bu terminalda keyingi videoda men tushuntiraman. Terminal nima qilsa bo'ladi, hamma narsani shu yerda bevosita tushuntirib beraman. Hozirgi darsda asosiy Linux'ni ichidagi bor konfiguratsiyalarni ko'rib chiqish. Keyingi narsamiz bizda Firefox turibdi bu yerda. Firefoxni boshlaydigan bo'lsak, bu Firefoxni bilamiz. To'liq o'sha brauzer hisoblanadi. Xohlasak Google ham ishlatishimiz mumkin, hamma narsani ishlatishimiz mumkin. Bu yerda bevosita hamma nimalarga biz kirib ishlatsak bo'ladi. Brauzer bo'ldi, tamom. Bu yerda keyingisi Blocknote, ya'ni mousepad deyiladi. Turli xil ma'lumotlarni yozib qo'yishga, chek qilib qo'yishga kerak bo'ladigan Blocknote hisoblanadi. Buni ham ko'rib o'zlaringiz titib chiqsangiz bo'ladi. Keyingisi bizda asosiy folderlar, ya'ni Windowsda рабочий stol deyiladi-ku, xuddi shunga o'xshagan narsa. Ya'ni bu yerda shu kirib turib turli xil desktop, documents, music, picture, video, downloads hamma narsasi bu yerda joylashgan asosiy Linux'ni. Keyingi qismi bu okno, ya'ni siz bir nechta dasturlarni ochib qo'ygan bo'lsangiz, oyingizga buni bosadigan bo'lsangiz, ya'ni tevaga svernoy chiqib yoradi, ya'ni tevaga yig'ishtirib qo'yadi. Xuddi shu holatda kerak bo'ladi bu narsa bizga. Tak, xo'p, keyingisi tipa Windowsga agar moslaydigan bo'lsak, pusk desak ham bo'laveradi. Bu yerda har xil o'zini tool'lari bor, mavjud. Recognitions ma'lumot qidirishga, Wi-Fi buzishga turli xil o'zini tool'lari, web scanning, networking information, ya'ni DNS'larni informatsiyasini olish uchun, Bluetooth'lar uchun bu yerga va hokazo har xil o'zini dasturlari bor bu yerda. Inshaalloh qudratimiz yetguncha, kuchimiz yetguncha hammasiga kirib ko'rishga harakat qilamiz, oz-ozdan bo'lsa ham. Bu yerda ko'rib turibsiz, trash, bu yerda asosiy o'chirib olingan narsalar turadi. File system, bu yerda shu faylni asosiy Linux Kali o'rnagan qismi shu yerda hisoblanadi. Hali bu papkalar bilan ham bevosita tanishib o'tamiz, bular nimaligi, nima vazifa bajarishlarini. Xo'p, endi kelinglar ozgina konfiguratsiyaga keladigan bo'lsak, ya'ni Kalini o'zimizga biz bevosita moslab olishimiz mumkin bo'ladi. Tevada shu oynani shu yerda bosib turib, shu oyna ochilgandan keyin pastga tushib, bu yerda shu setting managerni bosadigan bo'lsak, bu yerda bizga settings qismi chiqadi. Bu yerda bemalol biz personal qismida yoki hardware qismlarini yoki system qismlarini informatsiyalarini olib, uni to'liq
o'zgartirib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, birinchisini bosadigan bo'lsak, bu yerda qanaqadir bir style beramiz. E'tibor bersangiz, mana kali dark bo'lyapti, va hokazo boshqa ranglarga o'tyapti. Xullas kalom, bu yerda shunaqa qilib o'zgartirib chiqsangiz bo'ladi. Menga böyle purple rangi yoqqanligi uchun purple qilib qo'ygan olasangiz, Windows ham qilib qo'ysangiz bo'ladi. Buni umuman farqi yo'q. Xo'p, iconda bu yerda e'tibor bersangiz, mana papka, mana papkani ustiga bosganimizda papka shunaqa rangda bo'ladi. Mana e'tibor bersangiz, mana folderlar shunaqa holat, shunaqa rang o'tib qoldi. Bu yerda bosganimizda purple bo'lib qolishi mumkin. Va hokazo hammasi mana shu yerda mana bevosita buni to'g'rilab, bemalol o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz Windows 10 qilib olsangiz ham bo'ladi. Mana ko'rganingizdek, bu yerda Windows'ni ikonlari chiqib qoldi. Shunaqa udobniy, qulaylik tomonlari bor. Xo'p. Men böyle shunaqa rang qilib olaman. Shu yaxshi. Fonts, xo'p, bu yerda har xil fontlarni almashtirsak bo'ladi. Menimcha shu yozuvlari bo'ladi bu yerda. Shriftlari, settings, va hokazo shunaqa. Tak. Bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi bu yerda. Keyin panel profile, bu yerda har xil nimalar bor. Ya'ni nima desam bo'ladi? Ya'ni exam, ya'ni temalar deydi-ku, xuddi shunga o'xshagan narsa. Application qiladigan bo'lsa, mana GNOME holatiga ko'rganingizdek interfeysi mana o'zgarib qoldi. Shu tomonga o'tib qoladi. Ya'ni buni ham buni bosadigan bo'lsam, application configuration qiladigan bo'lsam, shu holatda o'tdi. Xo'p. Endi keyingisi Qt5 bu yerda har xil yana joylarda sozlab chiqsangiz bo'ladi. Xullas kalom, bu yerda juda ko'p narsalar bor. Ya'ni bemalol kirib, bu yerda o'zingizga moslab Linuxni sozlab olsangiz bo'ladi. Umid qilaman, bu bo'yicha sizlarda muammo bo'lmaydi. Bu yerda user group, ya'ni userlarni qo'shsangiz bo'ladi, olib bo'ladi. Data theme ni to'g'rilasangiz bo'ladi. Bu yerda volume control, ya'ni bu yerda umumiy holatda soatlarni to'g'rilab chiqsangiz bo'ladi hamma narsani. Xo'p. Keyboard, bluetoothlarni, displeylarni, hamma narsani shu yerda sozlab chiqsangiz bo'ladi. Xo'p. Shu joyda bo'lmasam, videoni kaltaroq qilaman. Umid qilaman sizlarga bu narsa tushunarli bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha